Yo'q, hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Turf o'yinlar kanali. Bugun biz Survival'ning 3-qismini olamiz. Mana kirdik. Xo'p, o'tgan safar biz o'rab olgandik o'zimizni, chunki ana kechqurun ham bo'libdi. Biz shunday hop mana shunday qilib bunday qilamiz, mayli. Xo'p, biz yotog'imiz qani? Yotoq yo'qmi? Akalar, yotoq yo'q. Bo'ldi. Yotoq yo'q bo'ldi akalar. Qanday yo'q? Bilmasam. Qayerga ketdi? Bilmayman qayerga ketganini. Lekin yo'q do'stlar. Mayli, mana bu daraxtni chopib olaylik. O'zimizga uy qurib olarmiz. Xo'p, mana shunday chopib olamiz. Eng muhimi obuna bo'linglar. Obuna bo'lmasdan ko'rsanglar, endi menga ham yoqmaydi. Obuna bo'lmaysizlar, lekin o'sha juda ko'p prosmotr olibdi, obuna bo'lmaydi. 1-2 obuna kelsa ham mayli. 42 taligimizcha qolib ketyapmiz akalar. Obuna bo'lib qo'yinglar ko'rgandan keyin. Kommentariy yozinglar, like bosinglar. Mana bir sherigim bor. Unga ham obuna bo'lib qo'yinglar. U 96 ta to'g'ri mendan ko'p, lekin unga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xo'p, unda 1 minutlik pauza. O'yin qotdi. Do'stlar, o'yin qotdi. O'yin qotdi do'stlar. Bo'ldi. Yo'q. Baribir ishlamayapti. Negadir ishlamayapti do'stlar. O'yin qotib qoldi. Mana bu qayerga ketdi? Pauza. Hop, mana do'stlar, o'yinga qaytdik. Hop, endi biz yerga kirib ko'ramiz. Yo'q, hech narsa yo'q ekan. Mayli, unda bu yoqqa ketamiz-da. Yaxshi ketyapmiz. Hop, bu yoqqa boramiz do'stlar, bu yoqqa. Hop, bunday. Do'stlar, biz hozir Vyjvaniyaning 3-qismini olyapmiz. Negadir o'yin baglar to'lib ketgan, qotaveradimi? Qandaydir o'yin qotadi. Hop, mana do'stlar, pauzadan chiqdik. Uyimizni qurib, oynalarni ertaga qo'yamiz, chunki qum topolmadik. Hozir kechqurun ishdi, bir yotib uxlab olsak bo'ldi shu bilan. Bo'ldimi? Uyg'ondik do'stlar. Endi lapatga yasash kerak. 2 ta sho'p kerak, uning uchun 2 ta. Hop. Yo'q, temir pishyapti bu yerda. Hop, temir lapatga cho'pni qo'yib qo'yamiz. O'zimcha zinoni fantastika qilib yubordim, mayli. Endi qum topib kelishimiz kerak do'stlar. Yo'q, skelet. Hop, qum ana yerda ko'rdim. Ana shuni o'ldiraylikmi? O'ldiramiz. Bo'ldi, bitta go'sht berdi, mayli. Ay, oyog'im bekor sakradi.
Hop, buni shularni olib olamiz. Halokat qilyapti. Bo'ldi. Xo'p do'stlar, mana bu yerda qumbarada yo'q, bu qopda. Xo'p, yana o'zimcha olamiz. Mana shu yerdan ham olamiz. Yetadi do'stlar, uyga ketamiz endi. Uyga borgandan keyin video uzun bo'lib ketmasin deb qilyapman. Uyga borgandan keyin pauzadan chiqamiz. Xo'p, mana do'stlar, uyga ham yetib keldik. Qornim ham ochib ketdi. Endi nima qilamiz? Shunday ovqat yeyoramiz do'stlar. Bularni qo'yib, buni hozir pishiraman, bu kerak mayli. Buni olib olamiz. Go'shtni olib, manimcha ketadi. Do'stlar. Xo'p, endi buni olamiz, buni qo'yib, bu yerlarni chopib olamiz oyna uchun. Xo'p do'stlar, bu 15 minutlik video bo'lishi mumkin. Obuna bo'lishni unutmang, layklarni bosib tashlang, kommentariyalarni to'ldirib tashlang. O'shanda video ko'p chiqadi do'stlar. Ko'rganga yarasha obuna bo'lib qo'ysanglar, layk bossanglar, men ham sizlarga o'xshab sizlarga ham yordam berishim mumkin. Agar sizlar ham YouTuber bo'lsanglar, obuna bo'lsanglar, kamida 6 ta bo'lib qaytishim mumkin do'stlar. Chunki mana shu telefonimizda 4 ta akkauntim bor. Ayam va dadamnikidan ham bosaman do'stlar. O'shaning uchun obuna bo'lib, kommentariyaga yozinglar, obuna qaytaring deb. Xo'pmi do'stlar? Xo'p, biz уже 2 ta oyna oldik. To'xtanglar. Buni nimada sindiradi bilasizlar? Men ham bilmayman-da shuni. Qanchada sindirib ko'ramizmi? Tushmadi do'stlar. Tushmasa keyin do'stlar qanchada? Xo'p, versakda unaqa qindaysiz? Bo'ldi, o'shanaqa yasaymiz yoki. Kutamiz ungacha. Mana shu yerda o'tirib. Pishgandan keyin pauzadan chiqamiz do'stlar. Mana do'stlar, biz 6 tagina pishirib versakdan yasak, mana bunaqa yarimta oyna yasagandik, 16 tasi hammasiga yetib ketdi. 16 ta berar ekan do'stlar, mana qaranglar. Mana 16 ta berar ekan. Xo'p, biz endi taxtdan olamiz. Keyin buni oltinni va buni olmani ham olib olamiz. Xo'p. Oltindan nima yasaymiz do'stlar? Oyoq kiyimmi yoki bosh kiyim? Aytinglar. Xo'p do'stlar, unda pauza. Xo'p do'stlar, unda hammaga xayr. Bu video tugadi. Bo'ldi, qaranglar, shuncha narsa. Xo'p. Oltindan nima yasadingiz deganlar uchun mana shuni yasadim. Bo'pti, xayr do'stlar.